Ondan keyin ben tunish bolam mush ekan. Qo'limda boshqa ish kelmagashki. Mush yo'lim yo'q. Boshda bu ishga taqatli ko'namagandi. Biroq nima amal? Agar bu ishni qilmasam, qanday jinimni boqaman? Turmushimni qanday qondirayman? Sizce ne? Ma'lum bo'pti. siz qanday bo'lib undaq yerlarga kirib qoldingiz? Sizdek bolalar undaq yerlar yarashamdi. Ben şu abay vallahi bilen araç keyifligimde sağlığa çıkıp koptum. Siz birisini haqiqiy yaxshi ko'rib boqqanmi? Meni rad qilmang. Baribir adab degandan boshlab ikkimiz bir-birimizni tunishmaymiz. Ben mi bir kızdan yaş görüp bakan? İki yıl. Bu kızala ne kalbimde alqa çabuk oldu. Dastlabda uni qanday yaxshi ko'rib qolganlar. Uning uchun nurg'un do'stlarimni urush qildim. Yana uning uchun qilgan ishlarimni uni bir-birine so'zlab. Shunday qilib uni kechish bilan o'zimni qanday qilib qolganini bilmayman. Xayrli sahar, yaxshi uxlabsizmi? Hayırlıysa yaxşı mı? Sizde hiç uxlum oldu mu? Ha, sizga bir kech qarab o'tmadim. Uxlagan vaqtingizda jo'ylaydigansiz behi. Oy, tık cayıldım ben. Indep cayıldım. İntizar, men sizni yaxshi ko'raman deb jo'yildingiz. Tık çatkaman ha. Yanında aldırıp birisini yaxşı görüp koymuyorum. O, yine çıçılığa vaktim koptu. Ben manay. Oy. Rahmet. Bundan sonra ben manay. Keyinci göreceğimiz. Keyin ko'rishamdi. Undaq bo'lsa telefoningizni. Ben sizi vurup koyayım. Bundan size telefon kullanıcı bak. Ben manay. Hoş. Xo'sh. Men bundan yaxshi ko'rib qoldimmi? Bundan qizlar qandasimi? Meni yaxshi ko'rishib o'zing. To'xtab tur. Men uni yaxshi ko'rib qoldimmi? Agar men uni aralashib kelib, uni yomon yo'lga yondirsam, bu bir yaxshi ish bo'lmadi. Bey, Voy yaxshimi? yaxşı mı? Men intizor. İntizar mı? Siz nerede? Siz bilan ko'rishaymikan degan edim. Sizga deydigan xush xabar bor. Hem buldu ondan sonra ağzı bırak. Benim işten çıdığı vaktim koptu. Siz nerede? Men bahar yo'lda. Ma'qul. Aziz, men sizdan bir şey aytsam.